hozir shunaqangi bir vaziyat bo'ldi, men uni sizlarga aytmasam bo'lmaydi-da. Mana qaranglar. Yoshingiz 40 dan oshgan bo'lsa ham, yoshingiz 50 dan oshgan bo'lsa ham, siz baribir ayolsiz. Sizda, hurmatli ayollarimiz, vaqti bilan jinsiy a'zolarni yuqoriga hamda pastki qismida shamollash bo'ladi, chunki siz turmush qurgansiz va doimiy jinsiy hayotdasiz. Lekin kechirasiz, u ana shunaqa kasallangan holatingizda birinchi navbatda shifokorga kelib davolanishi o'rniga qaynanam ruxsat bermadilar deb nazoratda turmasangiz, ertaning yomon kasalliklar kelib chiqishi mumkin. Siz ham shaxssiz, o'zingiz qaynanasiz va yana qaynanalardan ruxsat olasiz. Ana shunaqa holatlarda hurmatli ayollarimiz, iltimos o'zinglarni unutmanglar. Men tushunaman, o'zbekchilik hamma qaynana xizmatida, oila xizmatida. Lekin bizani ginekologik kasalliklarimizni qaynanalarni xizmatlarini qilib kelib, mehmonlarni kutib bo'lganlaridan keyin, yana 15 yildan keyin onkologiya aylanaman deb poylab turmaydi. Aziz o'zbek ayollarimiz, meni eng asosiy vazifam va eng oliy maqsadim sizlarni salomatliginglarni saqlash va bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarni profilaktika qilish.